Hi everyone, welcome to Thai Language Training Center, new concept English video classroom. And today we will learn lesson 41, Penny's Bag. Sağdaşlar yaxshimizlar. Endi bugungi darsimizda 41 dars. Shu Penny'ning so'mkisi degan dars o'rganmoqchi. Amsa sizlar shu bo'z kitobinglarniki 41 darsni aytib, shu Moskvadanda kitobinglarni bir ko'rib olsanglar. Xo'sh, hamsa boshda shu yangi so'zlarni bir o'rganib chiqaylik. Okay, birinchi so'z. Nima so'zga bu? O'qib boqaylik. Nima deb o'qiymiz? Cheese. All right. Baba i degan so'zuq tovush bor ekan, shunami? Shung bu nima? Cheese. All right. Cheese. Xo'sh, ana cheese deganimiz nima? Sanlar pishloq. Pishloq degan nima deymiz? Sanlar cheese. Okay. Cheese. Pishloq. Ana pishloq degan qanday narsa? Ko'ra olmi? Mushlarni deymiz pishloq. Cheese. Okay, bu shirasindagi. Masalan, o'qa Shirpadishaning kinosini ko'rgan bo'lsanglar balkim bilishingiz mumkin. Yana chashqaling amroq narsa shunami? Shuni deymiz pishloq. Cheese. Okay, cheese. For example, a piece of cheese. Bir parcha pishloq. Misharga piece of deganimiz bir parcha degan gap. A piece of cheese. Okay, and that there are many kinds of cheese. Okay, there are deganimiz bar degan gap. And many kinds of nurg'un xildagi cheese nimalar bor? Pishloqlar bor. Demak, bu yerda ham nurg'un xildagi nimalar bor? Pishloqlar bor. Pishloq deganda cheese dedik, ha? Cheese dedik. Okay, cheese. Andaqda mishariki cheese pishloq dedik. Shuni ham miqdor so'zini nima deysanglar? Mishariki nima deysanglar? Piece of. Okay, next one is I like to eat cheese very much. Okay, I like to eat cheese very much. Pishloq yeyishni qanday deysanglar? And I like to eat cheese pishloq. Very much nice. Demak, endi sharga cheese deganimiz nima deysanglar? Pishloq. Undan keyin chet elliklar masalan rasmga tushganda, suratga tushganda mana kulimsirang degan nima deydi? Cheese. Endi ingliz tilida cheese degandan keyin pil bo'lganlik ma'nosi kulimsirang degan gap. Chunki cheese deganda og'zingizga kulimsirganda qishingizga ko'tarilib bir xil biznikini ayt xushal bo'lgan bir kayfiyatimizni, xushal bo'lgan bir chiroy ifodamizni ifodalaydi. Shunga cheese, kishmish deymiz Uyg'urchada. Shunga o'xshash cheese. Okay, cheese. All right. Next one is bread. Qaranglar, bread. Okay, very tempting, right? Adamning bek bir xil yegisini keltirdi, shunami? Bulka. Bulka degan deymiz, bread deymiz. Endi breadningki endi ayrim miqdor so'zi nima desanglar? Loaf. Okay. Loaf deganimiz shu bulkaningki miqdor so'zi. Masalan, bir parcha bulka yoki bir burda bulka desak, a loaf of bread. Ama o'tirib kelma av deb talaffuz qilinadi. Of demakchi bir burda bulka yoki bir parcha bulka. A loaf of bread. A loaf of bread. So what is on the bread? Okay, I'm qaranglar bu bulkaning ustiga nima ekan bolalar? Nima ekan? What is on the bread? Yeah. Sometimes it's chocolate, right? Chocolate degan shokolad, shunami? Okay. And yana bir example qarab baqsaq, the girl is baking bread. Okay, the girl is baking bread. Demakchi, bela qizchaq bulk pishiryapti. Bake deganimiz hamda nima? Sanlar etmek pishirmoq demakchi, mush bulk pishirmoq degan. And then bake da bir gap bor. B A K E R, baker, navay degan. Hamda chet ellikniki bulk pishiruvchi degan. Hamda ularniki yemeklik odatda bulk time muhim rol o'ynaydi, shunami? Hamda bizniki non. Okay. Ba'zi chet elliklar Uyghur bread deb qo'yadi. Uyg'urcha bulka, Uyg'urlarning bulkasi degandek-ku. Demak, hamda bu sharga navay degani baker. Baker deymiz. Baker. Okay. And the bread is very nice. Bulkindan yaxshi, balandki, obdanki, shunami? Xo'sh, keyingisi soap. Okay. Soap. O degan tovush, mana soap. Sopun.
Qarab baqinglar har xil supim bor. Hatto tag'ma kuchaning supilari mavjudmi bu yerda. Okay. Ko'ringlar, kucha supilari shunami? Ama hozirgi zamonaviy supillar shunami? Buni deymiz soap. Okay, soap. Soap deganimiz sopun. Ana bu sopunning bir taxt sopun deymiz bu. İnglizcha shu bir taxta degani a bar deymiz. Bar bir taxta. A bar of soap. Bir taxta nima sopun. A bar of soap. Bir taxta sopun. Okay. And make soap. Boşça. Sopu yasamak. Mesela I shower with soap. Men with degan bilan yoki shuni ishiltib degan. Demakchi, men shu sopuni ishiltib yoki sopim bilan muncha tushdim. Shower degan yuyindim demak shunaqa. Sopim bilan yuyindim, sopuni ishiltib yuyindim degandek shunami? All right, so this kind of soap is cheap. And the bu xildagi, and the bu turdagi sopun qanday edi? Arzon edi. Cheap. Okay, cheap deganimiz nima? Arzon. This kind of soap is cheap. Okay. Bu xildagi sopun qanday? Arzon. Arzon. All right, next one is chocolate. Chocolate. Look at this. What is this? Chocolate. Mushulning bo'ldi sanlar. Chocolate. Shokolad. Tushunami? Chocolate. Chokolad deb qo'ysa olmaydi. Chocolate. Buni o'xshashlar nima desanlar, shu so'punga o'xshash, bu bir taxta shundami? Shoning buni miqdori bar of. Nima? Bar of chocolate. Okay, bar of chocolate. Demak bir taxta shokolad. Okay, don't eat chocolate every day. Har kuni qanday qilmang? Shokolad yemang. Yemasiniz qanday qilasiz? Sizni samirtib yutadi. So, don't eat chocolate every day. Don't eat chocolate every day. So, you know how much I love chocolate. Sen mening qanchalik shokolad qamroqligimni bilasan bu? You know how much? Qanchalik jiq degan tushunami? How much I love chocolate. And the majum sal king get this like yezib qo'yinglar. Faqat nima desanlar? Unutib qolsanlar hech qisi yo'q. Keyin o'rganamiz. Demak chocolate chocolate. Bir taxt chocolate, a bar of chocolate. Good. Next one is sugar. Sugar. Good. Sugar. Shakar. Shnama. Ma'lum a pound of sugar. Xo'sh. And me yerga pound of. A pound deganimiz inglizchada qadoq degan gap. Bir qadoq. Endi bir qadoq qanchalik pound sanli taxminan 454 gram o'tan. Bu taxminan bir jang atroficha. Demak, ikki qadoq taxminan oldi 1 kilo o'tan. Shunga hamda a pound, mesela pound of sugar deymiz, bizdan keyin bir jang hamda shakar degan gap. Okay, and 2 pounds of boshqa ikki qadoq. Endi bularning ikki qadoq degani hisobda hamda shu 1 kilogram o'tan. Okay, what about this? This is a cube sugar. A cube degan kub degan gap bor, hamda kub shaklli shakarni deymiz. Chaqmoq qanat deymiz-ku buni. Yoki sugar cube desam bo'ladi, yoki cube sugar. Okay, cube sugar. Okay. So do you need any sugar? Siz azroq shakar lazimmi? Especially when you are drinking coffee. Hamda shu qahva ichayotganda deymiz-ku. Sizga qahva lazimmi yo qahva ichamsiz? Degandek. So do you like sugar in your milk? Siz sutingizga nima solamsiz? Shakar solamsiz? Demak, milk in somebody. No, do you want sugar in your milk? Demak, sutingizga shakar qatamsiz degan gap. And do you like sugar in your coffee bo'lsa, qahvaringizga nima qatamsiz? Shakar qatamsiz desa. Okay, and you know, as we all know, sugar is not good for teeth. Teeth deganimiz tish shunami? Albatta, shakar qanday bizning tishimizga qanday sanli yaxshi emas. Not good for teeth.